Apelsin sezonida yeyishingiz kerak bo'lgan eng mazali pirog. Cheescake'ni sevuvchilar uchun ham ayni muddo. Shunaqangi yumshoq bo'ladi, hidi bo'lsa prosta super. Xullas, bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rmasangiz bo'lmaydi. Bir dona apelsinni olamiz, po'stloqlarini yaxshilab artib olamiz. To'g'risini aytsam, shamollab bo'g'ilib yotibman. Lekin shunga qaramasdan yangi retsept oldim. Shu bir dona serdachichkani bosib qo'ysangiz, xursand bo'lardim. 3 dona tuxum ustiga shakar solib, yaxshilab oppoq holatga kelguncha mikser qilib olamiz. Keyin razlixiychi apelsin po'stlog'ini ozgina qirg'ichdan o'tkazib, solib aralashtirib olamiz. Sut va o'simlik yog'idan solamiz va oltin donning eng sifatli unlaridan solib aralashtirib olamiz. Ozgina-ozginadan solsanglar, massali aynan kremobrazli holatga keladi. Tayyor massani bir chekkaga olib qo'yib, cheese kremini tayyorlab olamiz. Xohlagan tvorojniy sir ustiga bitta tuxum va shakarni solib aralashtirib olamiz. Endi qolipimizga tayyor massani solamiz. To'ralgan apelsinlarni solamiz va qoshiq yordamida cheese kremimizni solib chiqamiz. Qizib turgan duxovkada atigi yarim soat ichida pishirib olamiz. Tayyorlab ko'radiganlar videoni saqlanib qolinglar, xo'p.